إن الحمد لله الملك العزيز الوهاب الكريم الرحيم التواب مالك يوم الجزاء والحساب غافر الذنب قابل التوب شديد العقاب أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة خالصة عن الشبهات والرياء ونشهد أن محمدا عبده ورسوله شفيع العصاة في يوم الحساب صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه خصوصا على الإمام أول الصحابة وأفضلهم أمير المؤمنين والمتقين أبي بكر الصديق المجاور في المجمع المنبر والمحراب وعلى الإمام الهمام أعداء أمير المؤمنين والمتقين عمر الفاروق صاحب الشر والاحتساب وعلى الإمام أحلامه أمير المؤمنين والمتقين عثمان ذي النورين الزكي جميع التي والكتاب وعلى الإمام همام أشجارهم أمير المؤمنين والمتقين علي الرضي الوفي أساد إليه الملك الوهاب وعلى الإمامين الهمامين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Allah Teala'ya ey iman keltirgan kishilar, bandalar, Alloh taoladan haqiqiy qo'rquv bilan qo'rqig'iz, ular ko'rmagiz, ular ko'rigiz faqat musulmon qalindagina, ya'ni Alloh taolaga bo'ysungan qalindagina. Ya ayyuhan nasu taqu robbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minkum rijalan kathiran wa nisaa wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبينا محمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Tavhidni xarob eta turgan narsalar degan. Misol birinchidan tavhid bor, ikki qopma qarshi tushuncha bor, tavhid degan bor, shirk degan endi. Tavhid degan esa Alloh taolani bir deb tonu. Shirk degan so'z Alloh taolaga tengdoshlik qilib. Ya'ni shirk Alloh taolo bilan raddan to'g'on kimgadir tobinu. Allah subhanahu wa ta'ala aytadi: "Fa'lam annahu la ilaha illalloh." Bil Alloh taoladan boshqa iloh yo'q. Qur'onda Alloh taolo shunday deb aytadi: "Bil Alloh taoladan boshqa iloh yo'q." Qur'onda Alloh o'zi turida aytadi: "Alloh taolo bir o'zigina de, ondan boshqa bir kim yo'q deydi, bir iloh yo'q" deb aytadi. Muhammad payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytdi: "Sizga suyunishni xabar beraman. Sizda o'zingizdan so'ng kelganlarga suyunish berigiz. Kimda kim Allohdan boshqa iloh yo'q degan so'zini to'g'rilikli bo'lgan holda shahodat keltirsa, u kishi ijmoga kiradi degan. Ya'ni kimda kim la ilaha illalloh, ya'ni Allohdan boshqa iloh yo'q degan so'zini to'g'rilikli bo'lgan holda, shu so'zga to'g'rilikli bo'lgan holda endi shahodat keltirsa, u kishi ijmoga kiradi degan. Ya'ni agarda kishi Allohni tanisa, bir o'zigagina tobinsa, Allohdan boshqa butun bir kimga da tobinmasa, o'sha so'zlarga to'g'rilikli bo'lsa degan, u ijmoga jannatga kirar deb Muhammad payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytdi. Shu aytib Muhammad payg'ambar sollallohu alayhi vasallam bizga suyunish xabar berdi. Andara qopma qarshi tushuncha Alloh taolo tengdoshlik qilib bu bilan shirk. Va'budulloha va la tushriku bihi shay'a. Alloh taolo aytadi: Allohning o'zigagina ibodat qiling'iz, ona hech narsani tengdosh qilmag'iz deydi. Allohning o'zigagina ibodat qiling'iz, ona hech narsani tengdosh qilmag'iz. Alloh taolo Qur'onda shunday deb bizga ko'rsatib aytadi: Onarg'ana tobingiz, butun bir kimga tobinmag'iz deydi. Shunday u ikki dunyoda da baxtsizlikka keltirib turgan narsa Alloh taolaga shirk qilib. Alloh taolo aytadi: İnnehu ma yushriku billahi faqad harrama Allahu alayhi al-jannah ve ma'wakum an-nar ve ma liz-zalimin min ansar. Alloh taolo bir kishi Allohga qo'ysada bo'lsa maxluqni tengdosh qilsa, tahqiq Alloh u kishiga ijmohni harom etdi. Hamoni qo'ytashiq o'rni o't, oxiratda zolimlarga yordamchi bo'lmasdi. Alloh taolo bir kishi Alloh taolaga tengdoshlik qilsa, Alloh bilan aratdan to'g'ri kimgadir tobinsa degan. Onlar Alloh taolo ijmohni harom qildi, tiydi. Ijmoga kirmaydigan so'z. Oni qo'ytashaq o'rni o't bo'lacak, jahannam bo'lacak degan. Oxiratda zolimlarga yordamchi bo'lmasdi. Alloh taolo aytadi: kim shirk qila, Alloh taolo tengdoshlik qila, u zolim deydi. U hadisizlik qiladi.
Шулай Аллаһ Тәгалә әйтә: "Инналлаһа ла яғфиру ан юшрика бихи ва яғфиру ма дуна залик лиман яшаа, ва ман юшрик биллаһи фақад ифтара исман азима." Нәсәктә Аллаһ Тәгалә тиңдәш тотудан башка булган гөнаһларны үзе теләгән кеше өчен ярлыкый. Әмма үзенә тиңдәш тотуны ярлыкамый. Берәү Аллаһка тиңдәш кылса, тахкыйк ул Аллаһ Тәгаләгә олы гөнаһны якты дигән. Коръәндә Аллаһ Тәгалә шулай дип әйтә, Коръән-и Кәрим 4-нче сүрә 48-нче аят. Нәсәктә Аллаһ Тәгалә тиңдәш тотудан башка булган гөнаһларны үз теләгән кеше өчен ярлыкый. Аллаһ Тәгалә бөтен гөнаһларны кичерә. Но ширкны Аллаһ Тәгалә тиңдәш кылуны кичерми дигән. Кичерми дигән сүз үлеп китсә шушы гөнаһ белән тәүбә кылмыйча. Ягъни әгәр ул тәүбә кылса, Аллаһтан гафу сораса, бүтән шушы ширккә кайтмаса, Аллаһ аны гафу итә. Но ширк кылып, Аллаһ Тәгалә тиңдәшлек кылып үлеп китсә, Аллаһтан гафу сорамыйча, аны урыны мәңге тамукта булачак ди. Аллаһ Тәгалә үзе ул турында әйтә Коръәндә 4-нче сүрә 48-нче аят. وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ. Luqman aleyhisselam üz olana aytdi: "Ey oğlum, Allah'a tiyindaş tutma, elbette Allah'a tiyindaş tutu zor zulümdür." Allah Teala ayta zor zulüm, zor gadesizlik deydi. Ne hazır uylab qarayıq, şaştırıq kişi bilan indi. Ama elbette Allah Teala kişi bilan şaştırıb bulmaydı, onu yaramay. Buna misal keltirib aytsak, mesela ota onani. Ana kişisi Allah Teala Kur'an'da ayta, "Anigiz sizning de avurluk bilan olib qaytadi." Şulay yok, yani avurluk bilan yirtadi, avurluk bilan olib qayta 2 yıl imize. Menga rahmatli bo'lg'iz de, hamatiya nega rahmatli bo'lg'iz de. Chunki siz menga qaytashaqsiz de. Qarig'ali ona kishisi ko'pmi tilmira, o'zini ona qornida bolasini yirta, avurluk bilan olib qayta, 2 yıl imize, bola uchun qayg'ura. Şuşa bola o'sgach, anini ranjitsa, ul g'adasizlik kelib chiqa. G'adasizlik kelib chiqa. Alloh Taala aniga qaraganda ul ko'proq bizga ne'matlar berdi. Alloh Taolaning haqqi zo'roq aniga qaraganda, atiga qaraganda. Eng zo'r haq Allohning haqqi. Mana bu shirk, Allohga tengdashlik qilib, Alloh bilan aratdan kimgadir tobini, u bular eng zo'r g'adasizlik ekan. Alloh Taala qo'shinda. Chunki u bizni bar qildi, bizga butun ayr berdi. Ikkishi Alloh Taolani shirkka qo'yib, boshqa zotga tobini, bu bular eng zo'r g'adasizlik deya Alloh Taolo aytadi. Muhammad Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam Muaz bin Jabaldan Alloh undan rozi bo'lsa edi so'ragan. Atadri ma haqqullohi ala ibadihi? Qultu Allohu va rasuluhu a'lam. Qala haqquhu alayhim an ya'buduna va la yushriku bihi shay'a. أتدري ما حق العباد على الله إذ فعلوا ذلك؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال حقكم عليك ألا يعذبهم. Muhammed Peygamber sallam Muaz bin Jabel'den so'ragan. Qullari üstünde Allohning nidi haqqi bor ekanini bilasizmi? Alloh hamoning ishisi yaxshiroq bilishi deb aytdi. Ular üstünde Alloh haqqi, ularni ona ibodat qilulari. Hamona hech narsani tengdosh tutmaulari. Buni ishlasalar Alloh ustida qullarini qarata nidi haqqi bor ekanini bilasizmi? Alloh hamona ishisi yaxshiroq bilishi. Allohning qullarini qarata bo'lgan haqqi ularni g'azab qilmoq degan. Mana bizning haqqimiz Alloh qo'shinda Allohga tengdosh qilmoq. Agar shu ishlasak, Allohning haqqi bular bizni jimoqqa kirituv, tamuqqa kiritmoq degani. Qiyomat kunida jahannamga ilakkan kishidan so'ralur. Qiyomat kunida tugu dunyoda endi o'lgandan so'ng tirilgach, jahannamga ilakkan kishidan so'ralur, tamuqqa endi. Agar yer ustida bo'lgan butun narsa seniki bo'lsa, uni g'azabdan qutulish uchun berir edingmi? U "Iye" deb javob berir. Alloh taolo aytar: "Men sendan bundan yengilroqni tilagan edim. Otang Adam orqasida bo'lgan shog'inda menga hech narsani tengdosh qilmasin deb kelishuv olgan edim. Lekin sen bundan bosh tortding, ham menga tengdosh o'ylab chiqarding" deydi. Bu hadisni Ahmad bin Hanbal musnadi keltiradi. Ya'ni shu hadisni anlatam. Alloh taolo Qur'onda aytadi: "Adamni baroqqa keltirgach,
bizni butun jonlarni borqa keltirdi. Biz de shunda bo'lganmiz. Alloh taolo butun jonlarga shulay bizga murojaat etdi. Men sizning Robbingiz tugilmini deyip biz aytdik, "Iye, albatta" deyip. Ne için bunu biz istatugul hazır? Çünkü Allah taolo bizning endi zihndan, pamitdan olgan, biz onu tuta olmaymiz. Bu dunyoga keluv bilan Allah taoloni pamitdan olgan. Tühü dünyada onu iskaçıracak biz inşallah. Allah taolo aytar. Mena hech narsa tenglash qilmasin deb kelishuv olgan edim. Allah taolo bizning bilan kelishuv olgan edi. Lekin sen bundan bosh tortding ham menga tengdash o'ylab chiqarding deb javob berib qiyomat kunida edi. Andaram Muhammad Peygamber sallam Abdul Qoys qabilasining vakillarına bunday deb aytgan. Allohning bir o'zine iymon keltirigiz. Aziz Allohga iymon keltirishning nima ekanini bilasizmi? U Allohdan boshqa iloh yo'q, u bir o'zi ham onun tengdashi yo'q deb shahodat berib. Namoz o'qi, zakat to'lab ham harbiy tobashining 5dan birin shi'ori degan. Shunday hadis subhanaka va bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka va atubu ilayk. Vassallallahu إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إن الله وملائكته يصلون على نبيه يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد بعدد من صلى وصام اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد بعدد من قعد وقام وصل وسلم عليه وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وعلى ملائكتك المقربين وعلى أهل طاعتك أجمعين من أهل السماوات والأرض وارحمنا واغفرنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ارحم الخلفاء الراشدين ومر الماضين الذين قضوا بالحق وكانوا يعدلون اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات على خير من العلماء إنك مجيب الدعوات ورافع الدرجات ومنزل البركات وقاضي الحاجات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم انصر من نصر الدين وخذل من خذل الدين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله العلي العظيم الحي القيوم يذكركم واشكروه يزيدكم واستغفروه يغفر لكم ولذكر الله تبارك وتعالى أعلى وأول وعز وجل وعظم وتم وأكبر وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وأقيم الصلاة